Assalomu alaykum aziz hamyurtlar va YouTube ishqibozlari va Abdulaziz usta kuzatuvchilari. Hop, yangi shanrdan foydalanib darvoza tayyorlardik. Buni shanrdan chekinish qilib, darvozani oldin aka qaysi tomonga ochilish kerak, oldigami, orqagami deb savol berdik. Endi bu savoldan nimizdan qutulib, aka xohlasalar egalari orqa tarafga, xohlasalar old tarafga ochish beradigan yangi narsa yaratildi. O'sha holatda foydalanyapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu holatda bo'ladi. Pachimiz o'rniga shuni foydalanamiz. Ham orqa tarafga, ham old tarafga ochiladi. Buni qanday ushlab turadi desa, ikkala qanotda ham sentrruchka bo'ladi. Mana sentrruchka qo'yganmiz bunga ham. Bunisida ham sentrruchka. Bu garaj eshik. Отдельно keltkasi ham oldiga, ham orqa tarafga ochiladi. Bu taraf fason, ikki qanotli, ikki tomoni bor holda tashab qo'yilgan. Bu orqa tarafi, endi bunisi oldi tarafdagi. Yonlari olti-oltigida bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Tayyor. Bu po'ka, yubkasi. Xudo xolasa, buni ham o'rnashlarni joylab olamiz. Ko'rishlaringiz mumkin.